Assalomu alaykum. Avvalambor, yaxshimisizlar, tuzumsizlar? Bugun sizlar bilan seksual travma haqida gaplashamiz. Seksual travma o'zi nima va seksual travma insonni taqdiriga qanday ta'sir qiladi? Mana shular haqida gaplashamiz. Seksual travma insonni ongida qolib ketadigan, ya'ni man yomonman, man kirman deydigan, judayam insonni baxtli bo'lishiga, xotirjam yashashiga, orzulariga erishishiga va qalban sakinatni his qilishiga, qalban ichidan ya'ni baxtni his qilishiga xalal beradigan his tuyg'u hisoblanadi. Bu qachonki masalan ko'p yosh bolachalarda, aytaylik 3 yosh, 5 yosh, 8, 10 yosh, ya'ni hali katta inson bo'lmay turib jinsiy hayotni noto'g'ri xulosalarda bolaga joylanilgan holati. Ya'ni har bir narsa o'z vaqtida bo'lgani yaxshidek, o'z vaqtida bo'lgan narsa sog'lom holatdagi, ya'ni turmushga chiqqandan keyin tanani yaqinligi va jinsiy aloqa bularni hammasi sog'lom seksuallik bo'lsa, aksincha kichkinalikdan bunga hirs bilan qarash, bolajonlarga masalan bo'ladi-yu 5 yosh, 3 yosh, 6 yosh, agar bu qizcha yoki bolacha anglamay turib yalang'och o'yinlar o'ynagan bo'lsa, ya'ni o'g'il bola bilan qiz bola er xotin o'ynashlari yalang'och holatda, qizlar bilan yalang'och holatda er xotin o'ynashi yoki katta amakilar, tog'a, qanaqangidir qarindoshlar bu qizchalarga hirs bilan jinsiy a'zolariga teginish, tanasiga tegib ko'rish yoki sog'lom holatda katta bo'lmay turib qizlar mana shu har xil porno filmlar, kinolar ko'rib qolishi yoki ota-onani tungi hayot, jinsiy aloqasini kuzatishi, doimiy tinglashi, bu tanadagi bizda instinkt bor, ya'ni tungi hayot, jinsiy aloqa to'g'risidagi informatsiyalar bizga joylashtirilgan, lekin buni vaqt soati bilan nosog'lom uyg'onishi yo vaqt soati kelib uyg'onish kerak, lekin bu nosog'lom holatda mana shunday amakilar qizchalarga teginib ko'rishi, hirs bilan teginishi, uni albatta qizligini olib qo'yib buzib qo'yish haqida gapirmayapman, shunchaki teginib ko'rish ham bu qizlardagi aybdorlikni, xafalikni, ya'ni man kirman, man yomonman, man gunohkorman, man jirkanchliman, man yaxshi hayotga noloyiqman deydigan programmalar joylanib qoladi qizlarga bu paytida va buni oqibatida turmushga chiqqandan keyin turmush o'rtog'i bilan sevgi yo'qligi va o'rtada qanaqangidir munosabatda o'zi anglolmaydi, tushuna olmaydi, o'rtada devor turgandek his qilishi va erkak tomonidan ayollarga kamsitilishlar, taqirlanishlar, doimiy yo'q deyishlar yoki erkakni ona bilan kirib ketib, ona bilan uxlab yoki sizdan erkak qochishi, qizi bilan yoki birgalikda kichkina qizi bilan nimalar bilandir ovora bo'lib, sizdan qochib o'rtada devor borligi, sevgi yo'qligi, munosabatni yomonlashuvi yoki insonlar oldida sizni turmush o'rtog'ingiz kamsitishi yoki sevmasligi, sovg'a bermasligi, mana shularni barchasiga juda ko'p holatlarda seksual travma o'rtada turadi. Ya'ni mana shunday vaziyatlar oqibatlarga olib boradi. Seksual travmasi bor inson albatta ajrimga va yolg'iz qolishga va o'rtadagi munosabatlar qurolmasligiga, doimiy qayta ajrimlarga boraveradi. Eng yomon tarafi bu naqsh onada bo'lsa qizga ham ko'chadi. Ya'ni sizdagi ruhiy poklanmagan ruhiyatingizdagi bu turgan og'riq holati farzandingizga ko'chadi, chunki siz yechmaganingizda sizni bolangizga ko'chadi. Shuning uchun ham seksual travmani albatta ishlash kerak bo'ladi, yechish kerak bo'ladi ongdan. Bunday holatda siz o'zingizga yaxshi narsalarni ravo ko'ra olmasligingiz, loyiq ko'ra olmaslik tizimlari va
keraksizlik his qilish, xuddiki ichingizda keraksiz his qilishlaringiz va ichingizdan erkak bilan munosabatda nimadir xalal berishi va baxtni to'laqonli his qila olmasligingizga bu travma sabab bo'ladi. Bu travma, bilamizki, xotiramiz bor, xotiramiz matka chip сохранения, ya'ni ayollar matkasini xotirasi ham bor va bu sizni tegib qo'ymagan bo'lsa ham tanangizga teginishini o'zi hissiyotlarni buzilishiga va hissiyot matka chip сохранениеda qolib ketishi va turmush o'rtoq bilan bu o'rtadagi nizolar kelishiga sabab bo'ladi. Undan tashqari aynan qizlarni nima ko'chirgan bo'lsa, erkak haqida qanaqa informatsiya bo'lsa, ya'ni erkak haqida qanday informatsiya bo'lsa, mana shu informatsiyani matka chip сохранениеga joylashadi va xuddiki siz aytganday tashqarida isitmasi oshkor qiladi deydi-yu, ichingizdagi bu travma mana shu boyagi salbiy oqibatlarga olib kelishi, salbiy oqibatlarni hayotingizda ko'rinishiga sabab bo'ladi. Erkak bilan har doim siz hattoki qanday xulosalarda qolgan bo'lsangiz, erkakka faqat pastel kerak, to'shak kerak, to'shakdan qochishingiz, to'shakni yoqtirmasligingiz, bular hammasi erkakka matkadan xabar beradi. Ya'ni siz bilan pastelda bo'lgandan keyin erkak bu informatsiyani oladi. Shuning uchun boshida xuddiki erkak bilan bir umr baxtli bo'ladigandek sevgida oila qurasiz, shunaqangi chiroyli oila qurasizda, har doim baxtli bo'laman deysiz, o'ylaysiz, menga xalal beryapti shu qaynanam, baxtli bo'lishimga yonimdagi kimdir xalal beradi deydigan tushunchalar yoki o'sha inson bilan xiyonat qilayotgan inson bo'lsa, o'rtada uchinchi shaxs bo'lsa, u xalal beryapti baxtli bo'lishimga deb o'ylaysiz, lekin asl bu travma programma sizga xalaqit berayotgan bo'ladi. Bu travmalarni, bu programmalar tozalaganingizdan keyin bu narsani tushunasiz. Shuning uchun ham bizni ichimizdagi mana shu seksual travmani judayam hayotimizdagi og'riqlarni, hayotimizdagi yomon vaziyatlarni olib keladi. Hattoki agar sizda mana shunday zo'ravonlik travmalari, mana shunday erkak kishi bolaligingizda hirs bilan shunchaki tanangizni ushlab ko'rishi, bularni hammasi nima deydi, o'zingizni bolangiz bilan ham so'rab ko'rishingiz, chunki bolangizga ham o'sha bu narsa juda ongingizda turgan bo'lsa, bolangizga ham o'tib ketish holatlari kuchli bo'ladi. Chunki bizni aqlimizda turmagani bilan, biz aqlimiz sortirovka qilmagan bolalikdagi vaziyatlarni ongsizlikka, ya'ni ong ostiga tushiradi. Ong osti esa buni ushlab turadi. Shu paytida ayollarning ichidan chiqadi, nimaga men baxtsizman, nimaga men o'zim xohlagan baxtga erisha olmayman, nimaga meni har doim kamsitishadi, nimaga mana bu ayol yoki ovsinim yoki yaqinim nega bunday chiroyli yashayapti, lekin men shunday yashay olmayapman, nega men o'zim topolmayapman, nega men hayot yo'limni doim yo'qotib qo'yganman, nimaga meni har doim mana shunday holatlar, ya'ni tuhmatlar, xafaliklar, kamsitishlik holatlari menda bo'laveradi, men tushuna olmayman. Shu vaziyat menga qayta men bilan takrorlanadi, nima uchun degan savollaringizga aynan ongsizlikka tushib ketgan shu bolalikdagi og'riqli, ya'ni bolalikdagi og'riqli travmalaringiz mana shu hayotni sizga natijasi olib kelib berayotgan bo'ladi. Chunki mana shu nimaga boshqa narsa deb ichingizdagi xafalik holati bilan o'sha travmaga yana tasdiq berasiz. Bu tasdiq esa bu travmani hayotingizda kelaveradi. Shuning uchun bitta narsani tushuning. Bu hayotda aytaylik xiyonat ko'ryapsizmi to'xtovsiz yoki o'ta ko'p erkak tomonidan kamsitilib, tan olinmasdan ayolligingizni har doim mana shunaqa urush janjallar bilan, oilangizda notinchliklar bilan, xafalik, baxtsizliklar bilan kelyaptimi? Sizga bu natija, bu ongsizlikka tushib ketgan og'riqli travmani natijasi hisoblanadi. O'shaning uchun siz hozir bu yerda faqat natijani ko'ryapsiz. Lekin orqaga qaytib ko'rsangiz, juda ham ko'p narsalar turgan bo'ladi. Bu narsani hop qanday yechish, qanday yechim berish, qanday to'g'rilash, qanday buni o'zgartirish va bu og'riqli holatdan qanday chiqib ketsa bo'ladi.
ko'p holatlarda hattoki katta yoshli bo'lganda ham bu qaytalanaveradi. Ya'ni boshqa erkaklar ola ko'z bilan qarashi, zo'rlamoqchi bo'lishi yoki teginmoqchi bo'lishi, mana shunday holatlar qayta baribir takrorlanaveradi sizni hayotingizda. Sababi bu travmani natijasi. Buni to'g'rilash uchun avvalambor siz ruchka qog'ozingizni albatta olasiz. Ruchka qog'ozingizni olganingizdan keyin hayotingizdagi bolalikdagi mana shunday og'riqli vaziyatlarni hammasini bitta anglashingizni kerak bo'ladi. Bu psixologda emas, sizni ichingizda. Bolalikdagi o'tmishingizda nimalarni bosib o'tdingiz, qanday hayotingizdagi tajribalardan, qaysi tajribalarni bosib o'tdingiz, aynan seksual travma bo'yicha qanday tajribalardan o'tdingiz, bularni hammasini yozib chiqasiz. Buni hammasini eslashingiz muhim bo'ladi. Bu eslashingizni o'zi yechim birinchi qadam bo'lsa, eslaganingizdan keyin yozib chiqishingiz va buni qayerda qanday seksual travma sizga orttirilgani ikkinchi qadam. Uchinchi qadam уже sizga psixolog yordami kerak bo'ladi. Uchinchi qadam yana ham sizni ongingizda o'zingiz anglay olmayotgan, o'zingiz ko'ra olmayotgan, burchaklarga berkingan, ongsizlikka tushib ketgan bu programmalarni topish, yana ham topib chiqarish psixologda ishi. Chunki men psixolog bo'lishimga qaramasdan, agar meni ongsizligimda shunday informatsiyalar joylanib turgan bo'lsa, men o'zim to'laqonli topolmasligim, to'laqonli anglay olmasligim, to'laqonli buni chiqara olmasligim mumkin. Chunki men qachonki o'sha vaziyatga aqlimni ozgina tinchlantirgan holatda ongsizlikka xayolan olib borib tushirib va teta holatida bu vaziyatni chiqarib olish, bu psixologning ishi bo'ladi. Shuncha ilm bilan masalan mana boshqa psixolog mana shunday ongsizlik darajamdagi teta holatiga tushirgan holatda olib chiqishi mumkin va men o'zimnikini topolmasligim mumkin va menga shu paytida psixolog yordami kerak bo'ladi. Sizga ham bu yerda ongsizlik darajangiz yana ham o'sha tagiga joylashgan bu siz o'sha seksual travma holatiga tushgan paytingizda yoki siz qo'rqib ketdingizmi, qanday holatda, tanangizda nima holat bo'ldi, ichki hissiyotlaringizda nima holat bo'ldi, buni уже psixolog taftish qilib beradi. Psixolog buni tafakkur qilib beradi. Va bu 3-qadam. 4-qadam meditatsiyalar bilan ongsizlik darajasidan, ya'ni shu holatlarni tozalash. 5-holatdan bunga sizga amaliyotlar beriladi. 6-holatda bu holatga dasturlash kerak bo'ladi. 7-holatda sizga master kit kerak bo'ladi. Bu qadamma-qadam va hayotingizdagi bu narsalarni topishingiz, to'g'rilashingiz qadamma-qadam bo'ladi. Masalan, men aynan mana shu seksual travma bo'yicha qizlar bilan ishlaganimizda birinchi darsida 5 soat, 6 soat ishlaganmiz. Oddiy bitta o'shani topish uchun va ongsizlikni teta holatidan chuqur hamma narsani ko'rib chiqib anglash uchun 5 soatlik ilm kerak bo'ladi. Va ikkinchi darsligida buni topib, uni anglatib amaliyotlar qilganmiz. Ikkinchi darsligida ham 3 soat, 4 soat ishlaganmiz. 3-darsligida уже dasturlash, ya'ni bu sizni ongingizdan kovlab olingan bu musurlarni joyiga endi ko'proq narsa joylash kerak bo'ladi. Dasturlash aynan mana shu holatni yana ham joylashtirish va mana shu dasturlar, maqsadlar, chiroyli hayotlar qaratilib shunga ishlash kerak bo'ladi. Albatta buni mana bitta kitobni hozir siz bo'lishi mumkin. Mana shu kitobni o'rganmoqchiman desangiz, sizga yetiladi. Birinchi harf o'rganasiz. A, B ketma-ketlikda harf o'rganganingizdan keyin o'qishni o'rganasiz. O'qishni o'rganganingizdan keyin bu kitobda nima yozilganligini o'rganasiz degan holat bor. Hech kim sizni ongingizni ochib, miyangizni ochib bu kitobni shunchaki qo'yib qo'ya olmaydi. Shuning uchun inshaalloh men sizga hozir bu narsalarni anglatib berish va tushuntirib berish va sizda borlik yo'qligini birinchi qadamni topib olishingiz kerakligini
ilmini berdim. Ikkinchi qadam albatta buni tozalash va keyingisi ya'ni 4 ta qadamni ketma-ketlikda qilish uchun ham juda ham katta уже darsliklar ketma-ketligi kerak bo'ladi. Bunga hattoki 15-20 soat vaqt ajratiladi. Xuddiki boya kitobni bittada ongiz miyangiz ochib solib qo'ya olmagandek, buni vaqt bilan ilmi o'rgatib boriladi. Shuning uchun aynan mana shunday shukronalik kursida sizga buni ongingizdagi hayotingizga to'siq bo'layotgan og'riqlar berayotgan, baxtli bo'lishingizga to'siq bo'layotgan vaziyatlarni tozalab, ishlab va hayotingizni o'zgartirishga yordam beradi Alloh taolo. Shuning uchun keling bu kursda hozir tushunib oldingiz, ko'p narsani tushuntirishga harakat qildim seksual travma bo'yicha. Seksual travma bo'yicha tushuntirishga harakat qildim. Endi qolganini inshaalloh kursning ichida tozalaysiz, o'zgartirasiz va albatta bu darslik uchun ham rahmatlaringizni belgilab ketasiz. Men sizlarga rahmat aytaman. Ya'ni albatta bu tushundingiz ko'p narsani, hayotingizdagi buzilishlarni va bu psixikangizda qolganligini, bu tanaga ko'chayotganligini, tanaga ko'chgandan keyin farzandlarga ko'chish holatini tushunganligingiz uchun sizni ongingizdagi bu musor holati, ya'ni psixikadagi buzilish holatini albatta o'zingiz yechishingiz, o'zingiz hal qilishingiz kerak. Farzandlarga ko'chirmasdan, farzandlarga qoldirmasdan. Va men sizni aynan o'zingiz ustingizda ishlashni, bu narsalarni qog'ozga yozib tushirib ichingizdan chiqarishni va ketma-ketlikda ishlab yechim qilishingizni tavsiya berib qo'ygan bo'lardim. Albatta men sizga bugun qo'ldan kelgancha bularni berishga, anglatib, tushuntirib berishga harakat qildim. Rahmat hammaga, charchamang. Darslikni eshitib chiqishingiz mumkin. Kursga bog'lanish uchun nima qilishim kerak? Kursga bog'lanish uchun pastga Jamila Manager ko'k bilan silkasini qoldirganmiz. Jamila Manager ustiga bosasiz va yozasiz. Sizga tushuntiradi va kursga qabul qiladi. Kurslarimiz juda qimmat bo'lardi, lekin bu safar sizga juda ham arzon narxda ilinganimiz sababi ayollarni hayotiga yordam berish, o'zgartirishga va hayotini to'g'irlash uchun ko'pchilikda ba'zan uyda o'tirgan ayollar bor va ishlamaydigan ayollar bor, qiynalayotgan ayollar bor. Shuning uchun ham kursni juda ham arzon narxda qo'ydik. Hoziroq mana shu pastda turgan Jamila Managerga yozasiz va sizga yana ham chuqurroq ma'lumot beradi va kursga inshaalloh birgalikda bu muammolaringizni, bu holatlaringiz barchasini yechishga harakat qilamiz va yechamiz.